Assalomu alaykum. Xayrli kech. Bugungi mavzu yana bir qiziqarli psixologik mavzulardan biri. Bu haqiqiy erkaklar tarbiyasi haqida bugun gaplashamiz. Haqiqiy haqiqiy erkaklar tarbiyalaydi deb, ko'p aytishadi, buni eshitgansizlar. Lekin hozirgi kunda, erkakcha tarbiya modelini, o'g'il bolalar afsuski ko'rmayotganligi sababli ularda haqiqiy erkaklik, modeli, yoki qolipi, buzilib ketmoqda. Masalan, 90% oilalar, a, kelin, oilada o'rni yo'q, adolatsizlik munosabat. Haqiqiy erkak hech qachon ayolini, xo'rlatib, kamsitib, tahqirlab qo'ymaydi aslida haqiqiy erkak. A, qarasa ota, bir buvisini yoniga o'tib oladi. Buvisini hali, haligi xuddi qolipidan chiqmagan, xuddi buvisini 3 yoshli bolasiga uzr, mikrofon o'chib qolibdi. Demak, haqiqiy erkakni haqiqiy erkaklar tarbiyalaydi. Mana shu haqida gapirdik. Qachonki, o'sha oilada ayol mard bo'lsa, zo'r erkakni tarbiyalay oladi. Lekin ayol ham ojiza bo'lsa, puli bo'lmasa, kasbi, hunari bo'lmasa, bu ayol ham, haqiqiy erkakni tarbiyalay olmaydi. Ayol ham, yo tarbiyalash kerak yaxshi farzandni yoki oila boqish kerak. Ikkalasini, olib ketgan ayollar ham bor, lekin juda qiyin bu, judayam qiyin ish. Shu uchun, hozirgi kunda erkaklarga, ayolini himoya qila olish kerak. Hatto o'zini ota-onasidan ham, hattoki. Ko'p, erkaklarni ko'ryapmiz, aliment to'lamasdan yurgan, aliment, to'lamaslik uchun uyni qanaqadir joylarga bekinib olgan. Mana shu modelni ko'rgan bolalar qanaqa qilib mard, jasur, haqiqiy erkak bo'lib tarbiyalanadi? Ota ta'minotigacha qilib berolmagandan keyin uni boqib, tarbiyalash u ikkinchi daraja. Ayollarda ham, erkaklarda ham mana shu modelni ko'rgandan keyin, qaynanadan ham himoya qilolmayapti onasini, endi to'g'ri aytganda buvisidan. Buvisi bilan onasi urushib qolsa, narigi buvisinikiga tashlab kelish modelini ko'rgandan keyin, o'g'il bolalarda ham, otalik, erkaklik modeli, o'zgarib ketadi. Ya'ni, ikki xil gapirsa ham bo'larkan. Erkak aytadi ham, qaytarkan ham. Xotindan pul olib yashasa bo'larkan degan noto'g'ri stereotiplar shakllanib qoladi. Yaqinda bir vaziyat mani judayam hayratlantirdi. 7-8 sinf bolalar, maktabni oldida chekib turganini ko'rdim. Judayam yosh bo'lgani uchun mani judayam e'tiborimni tortdi va eng yomoni mayli endi chekishi, qiziqadi bolalar mana shu yoshda, to'g'ri. Lekin sinfdosh qizlardan pul so'rayapti. Xuddi gadoyga o'xshab so'rayapti. Iltimos, berib tur, voy o'lib qolma, voy 30 ming ekan endi. Qizlar aytyapti, kechayam olganding, qaytarmading. O'lib qol endi, bera qol, iltimos, iltimos Shahnoz deb qanaqadir shunaqa yalinib yolvoryapti-da. Bu bolalarni anaqa shunchalik, past ketishini ko'rib, shunchalik subutsizligi, shunchalik bir, gapida turolmaslik, erkaklik, anaqasini ko'rmadim, obrazini-da va qo'rqib ketdim. Shundan keyin shu efirni yozishga qaror qildim. Ya'ni, qaysidir ma'noda biza, ona sifatida ham haqiqiy erkaklarni tarbiyalay olmayapmiz. Haqiqiy erkaklarni qanaqa tarbiyalaydi?
qiyinchiliklar ko'proq tarbiyalaydi. Haqiqiy erkaklar qiyinchiliklar toblanadi. Lekin biza nima qilamiz? Hamma narsani muhayyo qilsak, hamma narsani qo'limizdan kelgancha telefon, bolaga, o'yinlar, bola uchun hamma ovqat, bola hech qachon ochiq qolish nimaligini bilmayapti. Bola hech qachon, mm, biror bir narsaga, kiyimga yo boshqa narsaga ehtiyoj sezmayapti. Endi, bitta narsani adashtirmasligimiz kerak. Detskiy travma bilan, mana shu masalan, ko'p psixologlar bolani o'sha zoriqtirish kerak emas, xo'rlash kerak emas, travma bo'lmasligi kerak, u bu deydi. Lekin aynan o'g'il bola tarbiyasida travma emas, ota-onani to'g'ri tushuntirishi zarur. Judayam to'g'ri tushuntirish zarur. Qancha o'g'il bolani ko'yniga qarab, qancha ulug'lansa, erkaklik xususiyatini yo'qotadi. Erkakka har doim mas'uliyatni berish kerak, mas'uliyatni singdirish kerak. Siz tasavvur qiling, 14 yoshli o'g'lingizni hech bozorga jo'natganmisiz? Jo'natmagan bo'lsangiz, bugundan boshlab jo'nating. Dadang yo'q uyda, bugun erkak sansan, endi san hal qilasan, eshikka san javob berasan. Hamma narsaga santexnichескийmi, uydagi muammolarga san, javobgarsan deb chiroyli ma'noda. San qilasan, erkaksan, voy erkak, voy qilasan-da, unaqa bo'lmagin, ayolga o'xshamagin, xotinchalashlik qilmagin emas. Qilolmayman, ko'tarolmayapman-da, endi san erkaksan-ku, san kuchlisan-ku, endi sandan boshqa, suyanadiganim yo'q-ku deb sekin-sekin, o'g'il bolaga 12 yoshdan boshlab mas'uliyatni singdirish zarur. Birinchi bozorlikdan, yaxshi bozorlik qilolmasa ham o'rgatib, 1 marta, 2 marta o'rgatib, masalan, kartoshka, piyoz nimalardir kerak, a, o'g'il bola ko'tara olarkan, 50 kilogacha masalan endi plus minus. Ayol 3 kilodan ortiq ko'tarish mumkin emas ekan ayolga. Ayolda grija tez, anaqa umurtqa pog'onasi judayam mo'rt bo'larkan ayolda. Shuning uchun ayollarda judayam ko'p grija. Erkaklarda unaqa emas ekan, umurtqada farq bor ekan. Erkaklar og'ir yuk ko'tarishga moslashgan bo'larkan. Shuning uchun juda haligi qo'rqmanglar. Aha, va erkakni majburlash kerak emas. San erkaksan, ko'tarasan, qilasan, man bilmayman, psixolog aytdi, bugundan boshlab san bozorlik qilishing kerak ekan, kommunalkalarni san to'lashing kerak ekan emas. Sekin-sekin, sekin-sekin chiroyli qanday o'ziga yuklanib qolinganligini bola ham sezmasligi kerak, o'g'il bola. Ana dadam-chi, dadam qilsin, emas. Dadang ham qiladi, dadang pul topib kelyapti. Sen bo'lsa dadangga yordam berasan deb, shunaqa, qiyinchilikka bolani, toblashingiz kerak. Avvallari armiyaga bormagan bolaga, yigitga, qizlar tegmagan. Nimaga? Chunki haqiqiy erkak armiyaga boradi deyishgan. Bormadimi, demak kasal. Bormadimi, demak yaxshi nasl bermaydi. Yaxshi, bundan farzand bo'lmaydi deb, bir defektni qizlar tegmasa, normalniy qizlar hech qachon tegmagan. Shuning uchun, hozir armiyalar ham yo'q bo'lib ketyapti. Hamma narsa hayotga moslashyapti-da. Lekin baribir erkak ovchi. Shuning uchun erkak, hozirgi kundagi maqomi pul topuvchi ovchi. Yaqinda o'g'lim menga aytyapti, "Oyi, hozir qizlar yomon bo'lib ketgan. Nimaga?" Anaqa, shunaqa video ko'rdim. Pul topmasa erkak odammas deb, aytishyapti. Avvallari, добрый bo'lsin, yaxshi bo'lsin, честный bo'lsin deb niyat qilsa, erkagingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Hozirgisi pul ko'p bo'lsin, pul ko'p bo'lsin. To'g'ri dedim. Bu achchiq haqiqat bolam dedim. Pul topmasang hech kimga kerak emassan bu dunyoda. Nima deb o'ylading dedim.
Sani vazifang pul topish bolam, chiroyli. Buni qabul qil dedim. Boshqachalik vafoli, sadoqatli insonni qidirma dedim. Bu dunyoda hamma narsa endi buyog'i pulga ko'proq bog'liq bo'ladi. Puling bo'lsa sog'lig'ing yaxshi bo'ladi, puling bo'lsa, bolalaringni yaxshi joyda o'qita olasan, puling bo'lsa sayohat qila olasan, puling bo'lsa hunar o'rgana olasan hatto, ko'chaga chiqa olasan. Ma'lum beling baquvvat bo'ladi. Buni, bu hayot qonuni dedim. Ha, deb tushunishga harakat qildi. Shu uchun siz ham farzandingizga mas'uliyatni biroz tashlashni o'rganing. Yana bitta narsa yaqinda, o'zimni hayotimda bir voqea bo'ldi. Aaa, o'sha onamni onasi bizanikiga mehmonga keldi. Keyin o'g'limga sochiqda ovqat, solib berdim. Bizadan keyin kelib, ovqatlanayotgani uchun, narsalarni yig'ishtirib bo'lganimiz uchun sochiqchaga solib, ovqat bersam, aaa buvim urushib berdi. "Voy, erkak ulug', unaqa qilma, dasturxon sol, erkak ulug'" dedi. Shu paytda menga, noodatiy tuyuldi bu gaplariyam. Qaranglar, urushdan keyin erkaklar qirilib ketganda, to'g'risini aytsak, mahallada, masalan 100 ta ayol bo'lsa, bir 20 ta, 30 ta erkak qolgan. Teng baravar ham erkaklar kamayib ketgan. Shundan keyin erkaklarning maqomi ko'tarilib ketgan, to'g'risi. Urushdan oldin bilmadim. Menimcha urushdan oldin bunchalik ayollar, eee, mm, past, уровень, ya'ni darajasi bunchalik pastlab ketmagandir. Lekin, aaa, urushdan keyin judayam erkaklarni, darajasi ulug'landi. Sababi erkaklar qirilib ketgandan keyin ularni asrash kerak, avallash kerak deb ishchi kuch kerak bo'ldi va ayollar ko'p tug'ishni boshladi urush yillaridan keyin. Ayollar o'g'il tug'sa xursand bo'ldi. Nimaga? Ishchi kuchi deb qarashdi. Erkak o'sha ishchi, erkak o'sha boshqaruvchi deb xursand bo'lishdi. Haqiqiy erkaklar ham o'sha mehnat, qilib, toblandi. Lekin hozir o'sha maqom qolgan, lekin qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik bo'lmadimi, erkak hech qachon erkak bo'lmaydi. Erkak dangasa bo'ladi. Erkak, yalqov bo'ladi. Haqiqiy erkakni haqiqiy ayol tarbiyalaydi, haqiqiy ayol toblaydi. A, bitta tanishim bor, eri hech qachon 1-2 bo'lmadi erini. Bunda hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin ba'zida ayollar, o'zim topaman pul, o'zim harakat qilaman desa ham ba'zida erkaklar divanga yopishib, qapishib qoladi. Non yo'qmi, 3 kun, 4 kun erkak nonsiz o'tirsa, baribir divandan ko'tarib, ochlikdan sal, ovga chiqishni boshlaydi. Shu ayol ishqilib o'qituvchi o'zi. Harakat qilib, tirmashib, kreditga bo'lsa ham moshina olib berdi eriga. Yandeks qiladi deb o'yladi. Yo'q. U qildi, bu qildi, baribir ishlamaydigan erkak ishlamadi, boshqa qildi, yana divanga kelib yotib olaverdi. Va xotini to'lashga majbur bo'ldi boshqa qolgan, qutgan qarzlarini ham. Hozirgacha u ayol ishlayapti, pensiyaga chiqdi yaqinda, yana ishlashda davom etyapti. Lekin u erkakni u yoqqa ishga olib kirdi, bu yoqqa ishga olib kirdi. Ya'ni boshidan, ayol och bo'lsayam o'tirish, och bo'lsayam, o'sha etapdan o'tib olsa, erkak ham och o'tirsa, o'shanda erkakni aqli kiradi, kallasi ishlaydi. Bitta o'ziga to'q oila, o'g'lini unaqaga Polshaga jo'natdi. Polshaga jo'natdi-da, borsa, u yerda sharoit umuman boshqacha bo'lib chiqdi. Bu yoqda va'da berishuvdi, unaqa, u yoqda stipendiya, ishlasa bo'ladi, u bu deb. Borsa, ish yo'q, ishlash mumkin emas ekan studentlarga. O'sha universitetda keyin, bu bola nima qilishini bilmadi. Kamiga karantin bo'lib qoldi, kelolmay qoldi. Bular judayam yaxshi oila, o'ziga to'q. Keyin bolasiga pul chiqaraman desa, banklar yopildi karantinga. Na uchib kela oliydi, na pul jo'natisha oliydi. U och qolib ketgan bola.
ishlolmaydi, universitetda stipendiyam bermas ekan. Judayam katta qiyinchilik bo'ldi, lekin shu bola uyda IT qilishni boshladi. Dastavkalayam yo'q u paytda. Sheriklari dastavkaga chiqisharkan, lekin bu bolaga kelganda edi karantin bo'lib qolgan, dastavkalar ham endi yopilgan. Xullas, uyda o'tirib IT qilishni boshlashganda, bu bola ayniqsa va judayam katta natijaga erishgan ekanda, shu IT sohasida boyib ketdi. O'zini startaplariga asos solgan. Xullas, mana shu moment, mana shu muhit judayam katta rol o'ynadi. Man bo'ldi, qaytaman dedi. Yaxshiyam karantin bo'lgani, yaxshiyam uyga qaytmaganim. Agar man uyga qaytganda man hech qachon haqiqiy erkak bo'lolmasdim dedi. Shuning uchun qiyinchilik, ayniqsa ochlik bolani kallasini judayam yaxshi ishlatadi. Qo'rqmanglar, voy bola bir narsa bo'lib qoladi, och bo'lib qoladi deb. Lekin, bolani qachonki ona uzilsa boladan, a, bolani uzilish davri bo'lishi kerak. Bola 3 marta onadan uziladi. Birinchisi, tuqqanda kindigi uzilganda birinchi uziladi. Ikkinchisi sutdan ajralganda uziladi. Uchinchisi ongli uziladi. Bizada o'zbeklarda ongli uzilish bo'lmaydi. Onasini bag'rida o'sha o'lgungacha uzilmaydi kindigi. Shunaqa gap bor. Lekin masalan ota-onani tashlab qo'yish kerak degani emas. Ruhiy tomonlama mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Ya'ni, xotini so'rayapti eridan, "Onamnikiga borib kelsam maylimi?" Onamdan so'ra deyishi o'zi haqiqiy, erkak hali, mas'uliyatni, oilani anaqasini olmaganini bildiradi. Onaga hurmat, "Voy, onadan so'rash kerak-ku." Yo'q. Haqiqiy erkak o'zi javob beradi xotiniga. Kiyinishigayam, yeyishigayam, ichishiga u qanaqa, ko'chaga chiqsa bo'ladimi, yo'qmi, hammasini erkak hal qilishi kerak. Keyin, yana bitta narsa, Э, ba'zida ba'zida, a, biza mana shu, modellarni, noto'g'ri ko'rganimizdan keyin, a, o'z otamiz, gapida turolmasligini ko'rsak, a, va'dasini ustidan chiqmaganini ko'rsak, ayolmi, erkakmi, unda model o'zgarib ketadi miyasida va xuddi shunaqa turmush o'rtog'ini tortvoladi hayotiga. A, ya'ni haqiqiy erkakni topolmaydi. Ayollar ham qiynaladi. Hamma narsa otaga borib taqalaveradi. Shuning uchun ota judayam katta rol o'ynaydi. Xullas 3-chi uzilish ongli uzilish ota-onadan. Bunda, a, hamma narsani ota-ona bilan maslahatlashavermaydi. Hamma, muvaffaqiyatida yugurib borib ota-onasiga aytishga shoshilmaydi. Pulini o'zi, rejalashtiradi, o'zi kontrol qiladi haqiqiy erkaklar. Kimdirga berib qo'ymaydi yoki onasida puli turmaydi. Onada pul turdimi, ona hukmron o'sha oilada. Pul kimni qo'lida bo'lsa, o'sha xo'jayin uyda, bilib qo'yinglar. Shuning uchun, a, ongli uzilish kerak. 17-18 yoshlarda, a, masalan, armiya ham bekorga bo'lmaganda 16-17 yoshda armiya bekorga emas. Onadan uzilishi kerak bola. Ona ham qo'yib yuborish kerak bolani. Bola ham onadan uzilsa, haqiqiy erkak bo'ladi. Bizada mana shu uzilish yo'qligi uchun ham ajrashishlar, hayotda yo'lini topolmaslik, ishini topolmaslik, divanda yotib qolish, hammasiga sabab ongli uzilish yo'q hali, kindigi kesilmagan hali erkaklarni. Shuning uchun, ongli uzilgandan keyin, mas'uliyatni bo'yniga olgandan keyin erkak harakat qiladi, rivojlanadi, o'sadi. Judayam bu bosqich muhim. Xo'p, 16-17 yosh bo'ldimi bolangiz? Jo'nating qatiga deb. Aynib ketadi, unaqa emas. Burniga suv kirsa ham, lekin hali yo'lini yaxshiroq topadi. Armiyaga 1 yilga jo'nating yoki masalan harbiy maktabga berdim, o'g'limni.
14-15 yoshlarida harbiy maktabga beruvdim. Shunaqa zo'r bo'lib keldi. To'g'ri, u yerda rosa katta travmalarham oldi. Endi bolalar qanaqadir, a, zo'ravonliklar bo'ladi, o'g'irliklar bo'ladi bolalarni o'zaro orasida. Ertalab soat 5mi, 6dan turgizib, bularni zanimatsiya qilib, sport bilan rosa qiynaganda endi, ham fiziologik. Keyin bir haftada bir uyga kelardi. Oilani qadriga yetganini ko'rsanglar. Am, bir ko'zlari yonib, boshqacha bir oldin salga yig'lavorsa, hozir yig'isini ushlab turishi, irodali bo'lishni o'rgandi. Keyin, aaa, kelajakda man, o'g'limni chet davlatda o'qitishni, xohlayman, niyat qilaman. Buyam o'sha sizam uzilasiz. Agar onayam uzilmasa, bolasini tinch qo'ymaydi, bilib qo'yinglar. Ongsiz ravishda tinch qo'ymaydi. Xuddi haligi bolangizni bog'chaga bergandan keyin o'ylaverasiz-ku, urmayaptimikin, hech kim xafa qilmayaptimikin degandek, u bolangiz 30 yoshmi, 40 yoshmi o'ylaverasizda uzilmasangiz. Voy, xotini ovqat beryaptimikin, xotini yaxshi qarayaptimikin deb o'ylaverasiz, masalan. Keyin, va muammolar ham kelib chiqaveradi shundan keyin. Shu uchun, qo'yish kerak. Bolayam o'zini hayotida yashashga haqqi bor. Bir umr, onaga bog'langan bolalar to'g'risi o'smaydi hayotda. Yotaveradi. Egoist bo'lib qoladi. Juda ko'p egoist. Va hozirgi kunda jamiyatimizda, insonlar egoist bo'lib qolgan. Faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qolgan. Bunga sabab, onalarni noto'g'ri tarbiyasi. Sanga hamma narsa можно. Sanga xotining yaxshi qarasin. O'ziga qaramasa ham sanga yaxshi qarasin. Bu degani, xotining odam emas o'zi, lekin faqat bizga xizmat qilsin. Kelin xizmat qilsin deyishi o'zi ham egoizm. U qul, kim 20 yil kimdir oppoq anaqa qilib, mm, oq sut berib deydimi, katta qilganiga tupurib qo'ygan. Lekin bizani uyga kelgandan keyin u qul. Bizani xizmatimizni qilish kerak deyishi o'zi bu egoizm. Xotiningga ham, bayramda unaqa ber, podarka tayyorladingmi, ber, xotiningga ham deydigan onalar yo'q. Mard onalar kam. Manga olibsan, xotiningga nima olding deydiganlar yo'q. Mardlik, jasurlik ayollardayam yo'q. Yana bitta haqiqiy erkaklarni tarbiyalashda, bog'cha, maktablarda faqat ayollar bo'lishini o'zi ham erkaklarda ayollik energiyasini ko'payib ketishiga sabab bo'lyapti. Bog'chadayam mayda gaplar, g'iybatlar, bekorchi narsalar. Maktabdayam ayollar qichqiriq, baqir-chaqir, o'qituvchi hozirgi gapi keyingi gapiga to'g'ri kelmasligi ko'p holatda va hozirgi bolalarning gaplashib o'tirishini ko'rsangiz g'iybatdan boshqasi emas. Shu uchun, uh, nima haqida stol atrofida gapirayotganingizni, 20 yil yoki 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin bolangizni kimligini belgilab beradi. Masalan, yoshligimda, onam, mm, shunaqa vaziyat bo'lgan yoshligimda. Bitta kambag'alroq o'rtog'im bilan, judayam oddiy yashaydigan o'rtog'im bilan, kelayotganimizda bir-birimizga o'ynashib, qanaqadir itarib bir-birimizni uni tapochkasini yirtib qo'yganman-da. Itarib yuborganimda tapochkasi yirtilib qolgan. U aranga sudrab, keyin uni imkoniyati yo'q. Hatto sapojnikka borib, uni anaqa qilib olishga ham, oilasida sharoiti yo'q. Keyin u menga aytdi, "Endi to'laysan", dedi. "Tapochka, o'sha sapojnikni pulini berasan", deb turib olgan. Keyin, "Man to'lamayman", dedim. "Yo'q, to'laysan", dedi. Keyin to'lamayman deb qochib ketdim uyimga. Uyimga kirib ketdim. Keyin u oyoq, anaqa endi uni onasi urishadi. Onasi judayam qattiqqo'l. Endi pul yo'g'ida buyam
ularga bosh og'rig'i juda katta endi janjalga sabab bo'ladi aslida. Keyin u xafa bo'lib yig'lab turuvdi. Onamga kirib shuni aytganman. Shu Umidan tapochkasini, bosonojkasini, nima tapochkasini nima yirtib yubordim desam, voy degan. Keyin nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi, keyin qochib ketdim, nega man to'layman deb. Keyin onam aytgan, yo'q, unaqa qilma baribir. Mana shu 5 mingmi u paytda, balki 1,5 mingmi, endi bilmayman. Xullas qanchadir pul berdi. Yaxshi, xuddi haligi bitta tapochkaga yetadigan katta pul berdida. Mana shuni berganda, o'rtoq bo'lgin, unaqa yaxshi o'rtoq bo'lib ketinglar, yarashib olinglar deb pul berdi. Yugurib borsam ketmabdi. O'sha man itarib yuborgan joyda yig'lab, anavi tapochkasini to'g'rilayman deb harakat qilib, bir narsalar qilib turgan ekan. Shunaqa qilib mardlikni onamdan o'rganganman. Har doim ayb ish qildingmi, turib ber, qochib ketma deb, o'rgatganlar. Bog'chada ishlagan paytimdayam, bolalarni spalnisida ko'pincha mashg'ulot o'tardim. Ko'pincha xonam sovuq bo'lgani uchun bolalar kelolmasdi. Shu uchun hamma bolalarni spalnisida mashg'ulotlarni o'tib ketardim. Bir kuni hozirgi karavotlar judayam nozik ishlangan, nafis. O'tiruvdik karavotda hamma bolalar bilan o'tirganimiz uchun ko'tarmadi va sinib ketdi karavot. Dars ketdim. Endi, indamasdan chiqib ketsam bo'ladi, lekin vijdon eng katta sizni ustozingiz, tarbiyachingiz. Vijdonim yo'l qo'ymadi. Dars ketdi. Bu bir. Ikkinchidan, indamasdan ketsam bo'ladi, lekin bolalar, mayib bo'lishi mumkin. Endi, bugun bo'lmasa ertaga sinib, bolalar, 2 qavatli karavot, pasti sinib qolgan. Tepasidan bola tushib ketishi yoki pastdagi bola, mayib bo'lib qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Keyin tarbiyachiga borib, mana shunaqa sindirib qo'ydim deb tan oldim. Bizda tan olish juda qiyin. Mana shu sindirib qo'ydim yoki dars ketdi yoki noto'g'ri gapirib qo'ydim yoki dilingizni og'ritib qo'ydim deb tan olish bizda azobda. Keyin uyam ensasi qotib, "Ha" dedi. "Mayli, to'layman" dedim. "Siz, o'sha ustani chaqiring, faqat bolalar, mayib bo'lib qolmasin. Usta chaqiring, qancha pul bo'lsa man beraman mayli" dedim. Lekin ko'nglim xotirjam bo'ldida. Shu uchun sizlarga ham maslahat beraman. Eng katta sizlarni ustozinglar vijdon bo'lsin. Agar sizlarda vijdon bo'lsa, farzandinglarni ham vijdonli, axloqli, haqiqiy erkak qilib tarbiyalaysiz. Bugun boshqacha, ertaga boshqacha emas. Bolangizni urdingizmi, kechirim so'rang. Bu ham haqiqiy erkak tarbiyasi. Nohaq, aybladingizmi yoki nohaq bir, bolangizga yondashdingizmi, tan oling. "Bolam, mani kechir", yoki "boya xafa bo'lmadingmi, jicha oshirib yubordim" deyishingiz, bir sizni уровеньingizni, siz darajangizni kamaytirmaydi, qaytanga oshiradi. Harakat qiling, farzandingizni haqiqiy erkak bo'lishi uchun siz haqiqiy bolangizni, bolangiz uchun, bir so'zli ayol bo'lishingiz kerak. Masalan, mani 2 yoshli qizim bor. Noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, chalg'itish uchun ham, "Bu yoqqa kelgin, senga unaqa beraman, konfet beraman" desam, yugurib keladi. Chunki ishonadi. Agar man, "Yo'q, konfet yo'q" desam, qaytib hech qachon mani oldimga kelmaydi. Va birinchi navbatda farzandingiz sizga ishonishi kerak. Masalan, qon topshirgani ketyapmiz. "Oyi, ukol qiladimi?" "Ha, ukol qiladi." "Og'riydimi?" "Yo'q, og'rimaydi" desangiz, yana ishonchni yo'qotasiz. Uning uchun nima qilish kerak? "Da, biroz og'riydi, lekin man sani oldingda bo'laman." Am, Ayniqsa o'g'il bolaga. "Da, og'rishi mumkin, lekin man senga ishonaman. San, erkak kishisan. San Sanda iroda bor. San irodali bolasan" deb, ba'zi paytda iroda og'riqdan ham, andisha kuchli deydi-ku. Shu uchun o'g'il bolani mana shunaqa andishali qilib tarbiyalash kerak. Og'rirsayam yoki bir
unga unaqa ham turib berish kerak o'sha vaziyatda. Shunda haqiqiy erkaklar ko'payadi. Xullas, ko'p jihatdan ayollarga bog'liq haqiqiy erkaklar tarbiyasi. Savollar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Sizlarni savollariga a, javob ham berib ketaman. Xo'p, savollar kelibdi. Nodir opa, 3 yoshli o'g'lim bor. Judayam injiq. Etagimga yopishgan. Nima qilsam bo'ladi? Ba'zi payti bizani har bir rivojlanish davrimiz bir-biriga uzviy bog'liq. Homiladorlik davri judayam bog'liq. Homiladorlik davrida agar ayol kishi stressni, judayam depressiya, tushkunlik, o'sha oiladagi janjal, zo'ravonliklarni ko'p bola stress olgan bo'lsa, bolani o'sha homiladorlik davri bo'lsayam, uni ong ostida bu programmalar yozilib qoladi. Keyin tug'ildi bola. Aaa, endi janjallar bo'lmasayam, tinch muhit bo'lsayam, baribir o'shani kompensatsiyasini oladi bola. Baribir o'shani o'rnini to'ldirish uchun ham onaga bog'lanadi, что manga ko'proq mehr ber, o'sha paytda mani borligimni ham his qilmading, degandek onani bor e'tiborini tortib oladi. Yoki ona homiladorligi yaxshi o'tdi, lekin tuqqandan keyin tinim bilmadi. Bolasini beshikka belab, ishlarni qilyapti, beshikka belab, hammani ko'nglini olyapti boladan tashqari. Asosiy narsa bola bu bola-ku, lekin masalan beshik ichiladi yoki beshik to'yiladi, hayron qolaman. Bola qolib ketadi. Asosiy anaqa mehmonlarni kutish, boshqalar bilan kelinni ovora bo'lishini man ahmoqlik deb o'ylaymanda. Bola chinqirab yotsayam hammani ko'nglini olish kerak, odamlarni kutib olish kerak, ovqat qilish kerak, lekin nimani sharofati? Bola-ku asosiy ish. Bolaga qarash o'rniga chilla davrida ona belini tutib olish o'rniga qaynanani 10 20 mehmonni ko'nglini olish bilan afsuski ovora bo'ladi. Mana shunaqa narsalarimizni hayotda to'g'rilashimiz kerak. Xullas, shu ayol tuqqandan keyin ham vaqti bo'lmasa emizishga, vaqti bo'lmasa bolani ko'tarishga, quchoqlashga, bola bilan o'ynashga bir vaqt o'tkazishi ilojini topolmasa, onani juda kam ko'rgan bo'lsa, avtomatik ravishda bunaqa bolalar onaga yopishadi. Masalan, o'zimda ham yaqindan beri shunaqa holat bo'lyapti. Yaqindan beri bilasizlar ishga kirdim. Bolam 2 yoshga kirdi va ishga borganimdan beri menga ko'proq xarxasha qiladigan, ko'proq kaprizniy bo'lib qolganda. Undan oldin a, o'ynab yuraveradigan bola, yaxshi bola. Man uni quchoqlamasam ham, o'pmasam ham 24 soat, lekin oldida bo'lishimni o'zi yetarli bo'lardi. Lekin hozir ishga borayotganligim sababli energiyam yetmayapti bolaga. Avtomatik ravishda u kechasi bilan mani quchoqlab, bo'g'ib yotadi-da, shu darajada. Ya'ni bolalar baribir o'rnini to'ldirib oladi demoqchiman. Sizni bolangiz ham qaysidir, masalan, homiladorlik davringizdami yoki o'sha emizadigan davringizdami anaqani haddan ziyod ko'p bolani tashlab ketgan holatlarda, haddan ziyod bola o'zi bilan o'zi katta bo'lgan holatlarda onaga haddan ziyod ko'p yopishadi. Chunki qachondir bu mani tashlab ketadi, qachondir bu mani hozir qayerqadir yo'qolib qoladi onam degan qo'rquv bir umr tark etmaydi, bolani miyasida turadi. Shuning uchun
emizayotgan paytingizdayam, emizishdan chiqarish paytida ham bolani, masalan, buvisi bilan yotishi yoki buvisi bilan anaqa bo'lishiga qo'ymanglar. O'zinglar emizishdan chiqarish paytidayam o'zinglarning yoninglarda bo'lsin. O'zi bolaga stress, onani, ko'krakdan ajratish, yana ona yo'q bo'lib qolishi juda katta bolaga stress. Bu qo'rquv bir umr, bolani miyasidan chiqmaydi. Shuning uchun, mm, 17-18 yoshdayam onadan uzilolmaydi. Bolani hayoti norma o'tmasa. Harakat qilish kerak maksimalniy bolani, hayotini, a, maksimalniy qo'linglardan kelgancha, mana shu homiladorlik davrida, emizish davrida o'zini anaqa rizqini berish kerak bolaga. Bolani rizqi, 2 yoshgachami yoki 1,5 yoshgachami berish kerak, va bola 4-5 yoshgacha podsho bo'lishi kerak. Podshohlik davrini his qilishi kerak. Ketma-ket tug'ishga shoshilish kerak emas. Chunki bolani rizqi bo'ladi. Mehr ham, e'tibor ham, muhabbat ham. Shuning uchun mana shunga e'tibor beringlar. Man ishlayman, lekin ertalabdan kechgacha emas. 4 soat, 5 soat uzog'i. Ayol kishi ertalabdan kechgacha ishlashi kerak emas. Bunga qarshiman. A, Chunki ayolni o'zi asosiy missiyasi hayotda farzand va oila. Ayol, mm, a, ishga boradi. O'zini rivojlantirish uchun, o'zini o'stirish uchun, o'sha miyasini, mm, anaqa bir yangiliklar bilan, ba'zi psixologlar aytadi, ko'ynagini maqtanib kelish uchun deb aytishadi. Boquvchi bo'lmaslik kerak xullas. Ayol kishi boquvchi bo'lib qolishi kerak emas hayotda. Просто o'zini quvonchi uchun, o'zini kayfiyatini ko'tarish uchun ko'chaga chiqish kerak. Chunki ayol ko'chaga chiqmadimi, o'ziga qaramaydi. O'ziga qaramadimi, energiya bo'lmaydi, quvvat bo'lmaydi. Shuning uchun uyda o'tiradigan ayollarda ko'p kasalliklar bo'ladi. Nimaga? Energiya bitta joyda, suv bitta joyda nima bo'ladi? A, Loyqalanib, hidlanadi. A, Suv aylanib tursa, svejiy bo'ladi. Inson ham, masalan, ayol ishlash kerak, ishlash shart demoqchi emasman. Ayol ko'chaga chiqib turishi kerak. Ya'ni fitnesga borib yoki qanaqadir dars o'rganib, qanaqadir hunar o'rganib, qanaqadir yangi tilni o'rganib, masalan, bir o'ziga yoqqan mashg'ulotiga ayol borib turishi kerak har kunimi, kunorami. O'shanda ayol, bolalariniyam, eriniyam yeb qo'ymaydi. Agar ayol ko'chaga chiqmasa, uydan chiqmasa, a, bor alamini, bor nafratini, chunki energiya qotib qolgan, ayol kasal, уже ayolda energiya yo'q. A, Ayol o'ziniyam, bolalariniyam yeyishni boshlaydi. Qaysi ma'noda? Ruhiy tomonlama yeyishni boshlaydi. Kun bermaydi, eriga. "Qattasiz, nima qilyapsiz? Ha, qizlar bilan yuribsiz." Aynan shunaqa anaqalarga ko'p xiyonat bo'ladi. Чтобы rivojlan, o'zingni ustingda ishla degan signalday bu ham. Man hozir, fitnesga boraman. Ko'p ayollar juda semiz, judayam semiz. Bir 90-100 kilo bo'lib qolganda borishadi. Shu kasal, gormon, shu, anaqa, doktorlar, ukol, dorilardan charchagandan keyin borishadi-da. Kasal bo'lmasdan oldin biza o'z ustimizda ishlashimiz kerak. 35 yoshdan keyin ayol faqat o'zini sog'lig'i haqida o'ylashi kerak. Sog' salomat bo'lsangiz hammaga yoqasiz. Sog' salomat bo'lsangiz bolalaringizga hamma narsa bera olasiz. Sog' salomat bo'lsangiz ishlay olasiz, narsa o'rgana olasiz, hunar o'rgana olasiz. Hayotga qarashingiz boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ayol birinchi navbatda sog'lom bo'lishi kerak. Har doim vitamin ichib yuringlar. Har doim sog'lig'inglarni tekshirtirib yuringlar. Har doim, sog'lom ovqatlanishga harakat qilinglar. Sog'lom, kech payt ko'p ovqat emasda, obedda yaxshi ovqat yenglar, kech payt yaxshi emas, ya'ni sho'rva yoki yengil, taomlarga o'zgartiringlar. Man hozir fitnesga borganim uchun
Uyga kelib ham, YouTube'dan qo'yaman mashqlarni. Yarim soat bolalarim bilan mashq qilamiz. Buyam shunaqa bizani kayfiyatimizga, ruhiyatimizga ijobiy ta'sir qilyapti. Sizlarga maslahat beraman, YouTube'ga qo'yib fitnes deb yozsanglar, har xil mashqlar chiqadi. O'zinglarga kerakli mashqni olib, yarim soat farzandinglar bilan birgalikda butun oila shug'ullansanglar, o'zinglarni kayfiyatinglarni o'zinglar ko'tarasizlar. Hech kim sizlarni hayotinglarni baxtli qilib bermaydi. Hech kim kelib turib, "Mana sizlarga endi bugundan boshlab baxtli yashaysizlar" demaydi. Inson baxtni ham, baxtsizlikni ham o'zi yaratadi. Bitta ayol menga telefon qilyapti, "Nodira, hozir bolam, ishdan kelyapman. Ikkita qizim hech qanaqa ovqat qilmabdi. Hozir borib ikkalasini ham sochib tashlayman. O'ldiraman qarab tursin" degan anaqada vajohatda ketyapti. Keyin men aytdimki, "Nega unaqa qilasiz?" dedim. Desam, "Qarang, man 3 ta joyda ishlayman, 2 ta ishlayman. Bular bitta ovqat ham qilib qo'ymabdi" dedi. Mayli, undan ko'ra telefon qilib normal tushuntiring. Man rosa qornim och bolalarim. Bir shirin ovqat qilib turinglar man uchun deb chiroyli tushuntiring. Borgunizcha ham yarim soatda tezda qilib tashlashadi. Ularham ongsiz odam emas-ku desam, "Yo'g'-e" deydi. "Ha, ertaga erga tegsam ko'rasiz, sizdan zo'r qaynanalarga uchraydi. Sizchalik bo'lmaydi" dedim. Chunki bolalarni urardi, judayam qattiqqo'l edi. "Yo'g'-e" deb umuman fikri o'zgarib qoldi-da. "Man yomonmanmi?" dedi. "Endi siz yaxshi onayam deb bo'lmaydi, bolalaringizni urganingizdan keyin" desam. "Voy, man o'zim yaxshi onadirkanman, 3 ta joyda ishlayman. Siz o'zingizga ham ularga ham yashashga bermayapsiz-ku" desam. 3 ta joyda ishlayman deb desam. "Ha" deb keyin boribdi-da, qarasa ovqatlarni tayyorlab qo'yishibdi yarim soatda, onasidan qo'rqib. Keyin yesa judayam shirin, mazali taommish. Keyin mani gapim esimga tush esiga eslariga tushib, "Ha, bolalarim binoyiday hammasi yaxshi, shirin ovqat qilsa, nimaga bunaqa jahlga mindim" dedi. Yaqinda qizlarini chiqardi. Qaynonasi zo'r, yaxshi joyga berdida ikkita qizlarni ham. Shu uchun aytmoqchimanki, mm, yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta og'izdan chiqadi. Baribir chiroyli tushuntiring bu hayotda. Baxtni o'zingiz yarating, kayfiyatni o'zingiz ko'taring. Erim ishdan yaxshi kayfiyatda kelsa, baxtli bo'lamizmas yoki erim to'lib toshib kelsa, baxtli bo'lamiz emas. Yoki erim qizlar bilan gaplashmasa, man baxtli bo'lamanmi? Yo'q, ayolni ichki holati. Tashqi dunyoda, do'zax bo'lsayam, janjal bo'lsayam, urush bo'lsayam, lekin ayolni ichki holati yaxshi bo'lsa, palatkada yashasayam, chodirda yashasayam baxtni o'zi yaratib, bolalari bilan quradi. Lekin koshona bo'lsayam, ichingiz, g'araz, alamga, nafratga to'la bo'lsa, o'sha uyda ham yashatmaysiz hech kimni. Bolalaringizni ham, o'zingizni ham. Xullas, o'zingizni qo'lingizda. Bitta gapingiz bilan, hm insonni, ayniqsa bolalaringizni ko'nglini ochishib yuborishingiz ham mumkin. Bitta so'zingiz bilan qalbini yopib, haqiqiy erkakniyam vijdonsiz, bir ikkiyuzlamachi, qizg'anchiq, sotqin qilib tarbiyalab qo'yishingiz ham mumkin. Shuning uchun bolalaringlarga rost gapirishni o'rgating. Ayb ish qilsang ham rost gapir. "Man sani 100%, 150% har qanaqa holatda ham tushunaman o'g'lim. Nima bo'ldi? Manga aytib bergin, oxirigacha aytib bergin. Aybing bo'lsa, aybingni ham aytaver. Man sani oxirigacha tushunaman" desangiz, haqiqiy erkak tarbiyalanadi. Aybini bekitib, "Yo'q, mani bolam unaqa, bunaqa" deb yonini olib, ikkiyuzlamachilikni o'rgatsangiz, haqiqiy erkakni hech qachon tarbiyalay olmaysiz. Xullas, bolangiz xuddi o'zingizga o'xshaydi. O'zingiz mard bo'lsangiz, o'zingiz hayotingizda mas'uliyatni bo'yningizga olsangiz, hech kimni ayblamasdan yashasangiz, har bir vaziyatda, yomon vaziyatda ham, mana shu vaziyatda o'zim yaratdim.
Mana shu vaziyatni o'zim tortib oldim. Hamma, vaziyatga o'zim javobgarman deyishni o'rgatish kerak ekan. Bugungi ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Xudo xohlasa ertagayam sizlar bilan, zo'r mavzulardan birini yuboraman sizlarga. Farzand tarbiyasi bo'yicha faqat, bundan buyog' faqat farzand tarbiyasi bo'yicha efirlar bo'ladi. Agar sizlarni farzandinglardagi semizlik yoki farzandinglardagi qanaqadir yana muammolar bo'lsa yozvoringlar. Shunga qarab efirni ssenariysini tayyorlayman. O'ylaymanki, bugungi efirim ham foydali va manfaatli bo'ldi. Kechiktirganlar, eshitmay qolganlar YouTube sahifamizga joylayman. YouTube sahifamizdan, batafsil oxirigacha eshitib olinglar. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, menga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sizlar bilan bolalar va ayollar psixologi Nodira G'afurova bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.